Assalomu alaykum. YouTube kuzatuvchilar hamda kanalimiz obunachilar, jarayonlarimiz davom etmoqda. Mana bugungi sana 2026-yilning 19-iyun sanasida video qilyapmiz. Kaliforniya qizilyo'ng'ir chuvalchanglariga oziqa beryapmiz. Abitdan keyingi holatida, chunki kunlar salqin bo'ladi. Ertalab bersak qizib ketishi mumkin. Go'nglarni chuvalchanglarga berishdan oldin bir qator yaxshilab yuvib qizdirib olamiz. Qizishi ham bir 3-4 kun davom etadi. 3-4 kun ichida ko'rinayotgan bo'lsa, mog'orla boshlagan, qo'l kuyadigan darajada issiq. Bu go'nglarimizni shlankalar yordamida bir qator yaxshilab yuvamizda, yaxlatgandan keyin bioreaktorlarimiz ustidan bir qator berib boshlaymiz. Bundan bu 3-4 kuncha oldin xuddi shu boya ko'rgan holatida bir qator yuvgandan keyin chuvalchanglarga oziqalar berilgandi. Chuvalchanglarimiz mana yangi oziqalarga o'tib turgan holati, o'zingiz bir qator ko'rib turibsiz. Yaxshi holatlarda o'tyapti. Hozir kunda kuniga 2 marta suv berib boryapmiz. Mana bioreaktorlarimiz ustini bir qator kuzatayotgan bo'lsangiz, mana ko'rinib turibdi, ustidan o't yo'q, chunki bular tayyor biogumsga aylandi. Endi suv berishdan to'xtatdik. Tepasi qurigan bilan tagi nam holatda. Bir qator sekin-sekinlik bilan, ya'ni cheris bioreaktorlarimizga suv berishni to'xtatyapmiz. Sababi sezon deyarli boshlanib qoldi, ya'ni dehqon ko'kalarimiz biogumslardan foydalanadi. Zakaslarimiz juda ham ko'p. O'shaning uchun ko'rinayotgan bo'lsa, asta-asta bir qator suv berishni to'xtatyapmiz. Boya ko'rgan molni go'ngini bir qator yaxshilab yuvgan holatida mana bioreaktorlarimizni ustidan berib boramiz. Mana bular ko'rib turgan o'tlaringiz yulingan. Ustidan emas, yon atroflardan yulib kelingan o'tlar ustiga tashladik. Ham chuvalchanglarga oziqa bo'lib qoladi. Bioreaktorlarimiz, chuvalchanglar juda yaxshi holatda ishlayapti. Yoz oylariga bo'lishiga qaramasdan, ya'ni kunlar issiq bo'lishiga qaramasdan ko'rib turibsiz, tepa holatida chuvalchanglar ishlashda davom etmoqda. Holatda. Bu boya aytib o'tganimizdek, ustida bironta o't ko'rinmaganligi sababi, bu o'tlar chiqqanda yulib tashlaymiz. Sababi o'tlar pishib, urug'lari tayyor biogumslar ustiga tushgandan keyin shu dehqon ko'kalarimiz foydalanganda ekkan urug'larning ichidan begona o'tlar ham chiqadi. Mana bioreaktorlarimiz xudo xohlasa sentyabr, oktyabr oylariga borib sekin-sekinlik bilan tayyor bo'lib boradi. Xudo xohlasa keyingi videolarimizda mana setkaning foydali taraflarini ham sakokkalarimizga bir qator ko'rsatib o'tamiz. Keyingi jarayonda bir qator ko'rib turibsiz, chuvalchanglar oziqasini berdik, ya'ni molni go'ngini. Go'ngda ham qalinligini 7 santimetrdan oshmagan holatida berdik, chunki undan balandroq, ya'ni undan qalinroq bersak qizib ketish ehtimoli juda yuqori bo'ladi. O'shaning uchun go'ngda qalinligini 7 santimetr qilib berdik. Endi bir qator ustidan doimgidek kuniga 2 mahal to chuvalchangni yaxshi chiqib olguncha suvni berib borsak, natijalarimiz a'lo darajada bo'ladi. Ish jarayonlarimiz davom etmoqda. 2026-yilning 21-iyun sanasida video qilyapmiz. Qolgan bioreaktorlarimizga ham, ya'ni 4 ta bioreaktorimizga 1, 2 ta, 3 ta, 4 ta oziqalarni berdik. Hozir sizga bir qator 19-iyun
Ya'ni bundan 2 kun oldingi chuvalchanglarga oziqa bergan joyimiz zakukalarimizga bir qator ko'rsatib o'taman. Ya'ni chuvalchanglarimiz yangi go'nglarga qay holatda o'tibdi. Shuni ham hozir bir qator zakukalarimiz ko'rsatib o'tamiz. Namlikni kuniga 2 mahaldan berib bordik. Chuvalchanglarimizni bir qator kuzatamiz. Chuvalchanglarimiz ko'rinayotgan bo'lsa, juda yaxshi holatda yangi oziqalarga o'ta boshlabdi. Bundan keyingi qiladigan ishlarimiz buni issiqligiga, ya'ni go'ngni qizib ketmasligiga juda e'tibor qilishimiz kerak. Agar yanada qizib ketadigan bo'lsa, kuniga yangi oziqa berilgan joyiga kuniga 3 mahaldan bersa ham bemalol bo'ladi. Namlikni chuvalchanglarga hech qanday ziyoni yo'q. Shu faqatgina mana shu boy ko'rgan go'nglarimiz bo'lsaganda tagi issiq bo'ladi, lekin mana biznikida bunda yaqday holatda turibdi. Yaqday bo'lgandan keyin chuvalchanglar ham juda yaxshi holatda ishlay boshlaydi. Mana shunday. Birinchi navbatda go'ng bergandan keyin shuni qizib ketish oldini olishga doimo harakat qilish kerak. Agar qizib ketadigan bo'lsa, agar namlikni kam beradigan bo'lsangiz, faqat tepasi namlanadi, o'rtasiga nam yetib bormaydi. Doimiy ravishda go'nglar o'rtadan qiza boshlaydi, ya'ni kislorod kam joydan qiza boshlaydi. O'shaning uchun namlikni yaxshilab berib borish kerak. Agarda qizishi tushmaydigan bo'lsa, kuniga 3 mahaldan bersa ham hech qanday ziyoni yo'q. Mana bir qator chuvalchanglarni yangi oziqalarga o'tgan holatini ham bir qator zakukalarimiz ko'rsatib o'tdik. Juda yaxshi holatda chuvalchanglarimiz yangi oziqalarga o'tib olibdi. Mana shu holatda bizning ish jarayonlarimiz davom etmoqda.